Assalomu alaykum. Bunchalar zo'rsan kursini kutib o'tirgan tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatinglar yaxshimi? Biz kursini boshlashga tayyor turibmiz. Mana Farina ham bugun ochilib, sochirilib, qip-qizilgina kiyimlar kiyyaptilar. Ha, bugun kayfiyat yaxshimi? Kayfiyat har doim zo'r, Abbos. Mana savolda sizga mana. Insonni mana keling rangga o'xshatsangiz, siz meni qanaqa rangga o'xshatasiz? Misol uchun sizni qizilga o'xshataman. Qiz bo'lgan qizil. Siz meni qanaqa rangga o'xshatasiz? Hech qaysi rangga. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Bilmasam sizga qanaqadir rang topish kerak, boshqacha rang topish kerak. Siz chunki o'zingiz ajoyibsiz-da. O'zgacha rang bo'lish kerak sizga. Yo, ish qilib hozir bu nima? Shunda kompliment bo'ldimmi yo hozir yerga urish bo'ldimi yo ko'tarish bo'ldimi? Qanaqa tushungan bo'lsangiz. Ko'tarilish. Mana o'zingiz bilasiz. Mana multfilm qahramonlariga o'xshatamiz bir-birimizni mana. Misol uchun siz Rapunzelga o'xshaysiz. Mancha. Smurflarni unutding. Gunomlar bor edi-yu. Eng kichkinasi bor edi-yu, ana sal quloqlarimdaroq, ana o'sha 7 ta gunomdan eng oxirgi gunom. Bali, men Rapunzelni almashtiraman sizdagi mana. Yolmog'iz demang faqat. Yo, yalmog'iz emas. Nima? Shrek xotini Odina. Yashilga bo'yab qo'ysang, birga bir baring. Hop, mayli. Balkim boshlarmiz. Salom bermadingiz hali. Ha, salomlashmoqchiman. Gapirib bo'ling deyapman. Marhamat gapiring, mana men ruxsat gapirishga. Gapirishga ruxsat. Ruxsat bo'lmasa-chi? Siz gapirmaysiz. O'zim bilaman. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Milliy telekanali bunchalar zo'rsan muxlislari. Biz ko'rsatuvni yaxshi kayfiyatda tabassumli boshlaymiz. Abbos tayyor, men tayyor, muxlislarimiz har doimgidek ular tayyor turishadi. Biz boshladik 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Onajoningiz yaxshi ko'rishingizni aytmaysizmi? Onajonim bilan gaplashaman. Hozir gaplashib, gromkiga qo'ying. Oyijon? Gromkiga. Onajonim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Bunchalar zo'rsan ko'rganmisiz? Ko'rganman ha. Aha, oxirgi marta qizingiz qachon sizga yaxshi ko'rishlarini aytdilar? Men kelinlarim. Keliningizmi-la? Kelinim emas, qizimlar. Qizim de, ana, kelin deb ko'rdingizmi? Qaynona, oyijon. Qani marhamat, hozir sizga yaxshi ko'rishlarini aytmoqchi ekanlar. Qani nima gapingiz bor? Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman. Mana sizni yaxshi ko'raman. Menga doim aytadilar, men sizni yaxshi ko'raman deb. Mana bu kishini yaxshi ko'raman. Onajon, siz Babay. ana qattiq qo'l qaynonalardan emasmisiz? Yo'q. Yo'q, men qattiq qo'rqaman. Kelinimdan so'rang, bu qattiq qo'rqaman emas. Mana sizga savolim, mana shu keliningizni qaysi ovqatini eng ko'p yaxshi ko'rasiz? Qaysi ovqatni boplaydilar? Mantini berib pishiradilar kelinim. Juda ham qo'llari shirin kelin. Aha. Men deylik, misol uchun mazalari bo'lmay, yo charchab bironta uy ish qilmasalar, yo ovqat vaqtida qilmasalar, jahli chiqadimi? Yo'q, gapirmayman. Yo'q, o'saymasini. Sizga qaynonalar ko'p bo'lsin deydi. Men chunki kelinim bilan o'g'lim teshib turmush qurgan, men o'g'lim bilan qarorini qabul qilganman, to'g'ri qabul qilgan o'g'lim. Ana bo'lmasa. Adashmagan. Salomat bo'ling, onam, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Endi siz oyijonga aytdingiz. Pocham ko'ryaptilar, shuncha pul beryaptilar sizga. Qani nima gapingiz bor onajon, qani ayting. Yo'q, o'zlariga aytaman. O'zlariga aytasiz. Qanchalik yaxshi ko'rasiz ularni? Men sevgingiz yig'sa yer shariga sig'adimi, o'tib ketadimi? Yo'q, sig'maydi. Oshib ketadi. Men bitta fakt o'qidim. Ayol kishi o'zining pulidan ko'ra erining pulini maza qilar ekanmish. To'g'ri? Ya. Fakt. Siz nima qildingiz pochchami? Sochlari oqarib to'kilish boshlabsiz. Yo'q, hali ulgurmadim. Endi sog' bo'ling, har doim baxtli bo'ling. Bunchalar zo'rsan. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi. Omonmisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kayfiyatinglar zo'rmi? Keliningiz bo'ladilar. Kelinim. Aylanishga chiqdinglar. Aylanishga chiqdim. Nevarani aylantirib yuribsizlar. Suyukli kelinim. Shunda bitta o'g'lingiz bor. Yo'q. Nechta o'g'lingiz bor? Ikkita o'g'lim bor. Bitta o'g'lingiz bor, lekin Xudoga hali shukr. ikkinchi kelin bo'lgani yo'q. Endi bo'ladi. Bo'ldi. Ikkita keliningiz bor. Xudoga shukr. Qoyil, onajon. Qanchalik baxtlisiz? Baxtliman. Aynan siz uchun bu hayotda baxt nimada bo'ldi? Bolalarim borligida, nevaralarim borligida, xo'jayinim borligida. Mana shularning baxtini ko'rish men uchun baxtmi. Mana sizni qaynonangiz aynan nimalar bilan ajraladilar har doim? Mehribonlar. Qattiq qo'lmalar ba'zi paytda. Talabchanmilar. O'z o'rnida Nimalarni o'rgandingiz oyijoningizdan? ko'p narsani o'rgandim. Masalan, Uy yumushlari, onajoningizdek ko'rasiz. albatta. Mana buni men o'zim shaxsan magistraturaga ginekolog qilib bitirtirib olganman. Qoyil. Juda ham zo'r. Endi bujonsiz ham onasiz. Kimdan lekin ko'p men sizni yaxshi ko'raman degan gapni eshitgingiz kelyapti. Kimdan babram? Turmush o'rtog'ingizdanmi, nevaralaringizdanmi, farzandlaringizdanmi? Mana Hammasi aytadi. kimdan ko'proq kutasiz?
ko'proq bolalarimdan, kelinlarimdan, nevaralarimdan hammasidan Turmush o'rtog'ingiz-chi? Turmush o'rtog'im ham albatta. Turmush o'rtog'im Birinchi olijanob insonlar. Mana bugun aytdilarmi yaxshi ko'rishlarini? Turmush o'rtog'ingiz? Men seni yaxshi ko'raman. Bugun seni nima bilan xursand qilay, nima olib beray dedilarmi? Juda skromli insonlar. Jiddiylar. Jiddiylar, ichlarida aytadilar. Lekin ko'z nigohlar orqali sezasizmi? Albatta. Keling, agar hozir turmush o'rtog'ingiz ko'rib turgan bo'lsa, yaxshi ko'rishingizni aytib qo'ying. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Mana shunday kunlarni ko'rsatib qo'yibdi men uchun. Qoyil. Endi onajon, sizga hozir yana bitta surpriz bo'ladi. Bugun yaxshi ko'rish kuni bo'lyapti. Hammaga yaxshi ko'rishlar aytilyapti. Siz oyijoningizni quchoqlab, men sizni yaxshi ko'raman. Oyijonim deb yuzlarini o'pib qo'ysangiz ham mayli. Yaxshi ko'raman men ham kelinlarimda. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Shunday bo'lsa. Salomat bo'linglar. Rahmat. Bunchalar zo'rsan. Ne kayfiyat yo'q? Ishga boraman o'shanga. Tushunaman men sizni. Ayniqsa o'qishdan chiqib ishga borish bu. Ana savolim borda sizga. Ertalab mana yaxshi kayfiyatda uyg'onishingiz uchun, umuman kayfiyat yaxshi bo'lish uchun birinchi o'rinda nimaga e'tibor berasiz? Nima bo'lish kerak? Misol, kartada pul to'laroq bo'lish kerakmi? Yaxshi choy ichishingiz kerakmi? Uyquga to'yishingiz kerakmi? Kamroq para bo'lish kerak o'qishda. Bechora talabalarning dardi deydi. Mana siz bossizmiz? Farangiz. Farangiz. Kimdan o'g'irladingiz? Nimani? Tan olmaysiz, ha? Ko'ryapsizmi, azizlar? O odamlar ichi o'g'irlikni ham qilib bari, men bilmayman turadi, bari. Chiroyi kimdan o'g'irladingiz? Oyimdan. Ana. Nima qilib qaytaryapsiz oyingizga mana? Bo'lib to'lash. Har oyligimdan. Hop, bu oylikni nima bilan to'ladingiz? Ko'chaga olib chiqib keldim. Ko'chaga olib chiqib keldingiz. O'zi mana bilasizmi, onajonlarimiz ikkidan og'iz shirin so'zimiz o'zi yetadi-da. Mana bitta narsa bor, hurmatli yurtdoshlar, mana siz ham menimcha tasdiqlashingiz kerak. Mana dugonamizga yoki yaqin insonimizga deylik. Qo'liga 1 million pul beraylik. Lekin onamizga bergan 200 mingchaligimiz sara xursand bo'lmaydi. Hech kim, bilasizmi uni? To'g'ri. Va shunaqa duolar qilishadi, ana o'zi arzimas pul beramiz. 1 ming bersin duo qilishadi. To'g'ri. Onajoningizni o'sha shirin so'z bilan ta'riflab bering. Sizdan chiroyliroq birinchisi. Конечно. Sizdan mehribonroq. Sizdan mehr degan narsa umuman yo'q. Uzr. Bo'ldi, men ketsam. Onangizda bor qaysi xislat sizda yo'q? Ya'ni o'zingizga olish imkoniyati bo'lsa olardingiz. Hech qaysi yo'q. Sprashnoyga, voy bechara. Dadaga tortdingizmi siz? Dadasini qizi. Mana savol lekin, ko'proq erkaligingiz dadangizga o'tadimi, oyingizgami? Adamga? Dadaga. Конечно. Dada bankmi, oyi bankmi? Adamlar. Lekin sirlashishga kelganda oyi bilan, ha? Ha, oyimlar, конечно. Oxirgi marta qachon gaplashasiz ular bilan? Kecha gaplashamiz, har kun gaplashamiz. Xolis amangiz bilan gaplashganlarni aytdilarmi? Ha, aytdilar. Demak, turmushga chiqishingizda xabaringiz bor. Berib bormoqchi ekanlar, misol uyda ish qilmaydi deyaptilar, bir tayinli bir foydasi tegmaydi, berib borib qutulaman deyaptilar. Sizga aytdilar shuning. Tayyorgarligingizni ko'ravering. Bo'ldi, ertaga borib ko'raman. Borib ertaga tayyorlanavering. Mana oliy maqsadingiz nima? Karyera jihatdan. Karyera, men o'zi o'qituvchilik qilaman. Nimadan dars berasiz? Ingliz tili. Voy! Mana raqobatdosh topdim, konkurent. Men ham dars beraman. Ingliz tili. Yes. Siz nechi? 7. Ko'rdingiz? Sizda ham? Urinda yo'q. 16 yo 3. Yes. Qani men ustoz sifatida siz men qani men bilan gaplashib ko'ringchi. Ketdik. Hello. Hello, how are you? How are you? I'm good, thanks. I'm fine, thank you. And you? I'm good, thanks. Savol bering. And what do you do? Where do you work? I'm Milliy kanalda ishlayyorum. Mana savolda ham o'qish, ham ish. Qiz bolaga qanchalik qiyin? Juda ham qiyin. Bilinib turadimi? Вообще, ha. Uydagilar birga yashaysizmi yoki ular viloyatdami? Yo'q, Birga yashaysiz. Hozir kameraga qarab, siz maktab turgan 3 ta sinfdosh o'g'il bolangiz bilan aytishingiz kerak. Yo'q, Umuman. yo'q. Ana shunday qizlar ham o'qigan ekan maktabda azizlar. Nima ham deydi? Bunchalar zo'rsan, oq yo'l. Assalomu alaykum qizlar. Qanaysizlar? Asalom. Yaxshimisizlar? Omonmisizlar? Yaxshi. Kiminglarga gap yo'q. Endi bu fikr kimdan chiqqan? Kim aytdi bir xil bo'lib yurishimiz kerak 4 ta dugona deb? Xonzoda. Xonzodadan chiqdi. Yaxshi. Endi sizlarga bitta savolim bor. Bir inson gapirsa monolog bo'ladi, ikki inson suhbatlashsa nima bo'ladi? Dialog bo'ladi. Dialog bo'ladi. Agar ikkita qiz bola gaplashsa yoki ayol kishi suhbatlashsa nima bo'ladi? G'iybat bo'ladi. G'iybat bo'ladi, to'g'ri. Mana sizlar ham g'iybat qilib turasizlarmi? Yo'q. Yo'q. G'iybat dedingiz, sizlar suhbatlashasizlar, lekin g'iybat bo'lib ketmaydi. Yo'q. Qizlarda kayfiyatini nima ko'taryapti? Nima deb o'ylaysizlar? Gul yoki pul, e'tibor, nima? Pul bo'lsa hammasi bo'ladi. Yaxshi. Dugonalar. Mana shunaqa payt. Gul sovg'alar. Shunaqa sovg'alar. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyat yaxshimi? Harakat xavfsizlik kapitan bosgan oldingi hujjatlaringiz. Hujjatlar? Ha? Nimaga? Yo'q, qoida buzyapsiz.
Qanday foyda? Haddan ziyod krasavchik bo'lish mumkin emas bo'lib qo'ydi. Men ham to'ladim mana kuni. Qonun endi nima deymiz? 6 million cho'zing men qilsam. Qaddami? Bugun uchrashuvcha bormi? Nima bunaqa kiyim? Yo'q, ishlayman. Qayerda? Men biznes sohasi bo'yicha. Sekin karyerada xudo xolisa, oila qurishga harakat, ota-onani biz bilan himoya qilishga harakat. Albatta, xudo xolasa. Men o'ylayman bugun bir uchrashuvchi bo'lsa, sekin kasr shunchani ildirib. Ha, yo'q. Aka men ham misol uchun umuman misol qizlar bilan gaplashmagan bo'laman. Siz nima? Omad. Omad aka, qanchalik omadlisiz? Bilmadim endi. Ota-onangiz bormi? Albatta. Eng katta omad. Xuddi shunday. Aha. Sog'lig'ingiz joyidami? Albatta. Do'stlar yo'q. Yo'q. Eng katta omad. O'ylab qaraganda ko'pchilik insonlar omadliroqni ekan. Lekin noshukrlik degan narsa ko'p-da hozirgi kunda, bilsangiz aniq. Albatta. Shukur qilishimiz kerak. Albatta. Savol sizga bitta zo'ri bor mana. Uylanmagansiz-a? Yo'q, xudo. O, takras tushadi-da. Omadbek aka. Omadga bog'liq bu yoqqa javobingiz. Xuddi shunday. U qaytsa, uni qaytib sevasizmi? Aka, bitta zo'r gap bor-da, kinolarda eshitgandim. Biz sevgi degan narsalarga ishlamay qo'yganmiz. Sevgi degan narsa u odamlar o'zlarini baxtli his qilish uchun o'ylab topilgan deyilganda. Xo'p, sevgi yo'q narsa demoqchisiz. Sevgi yo'q narsa hissiyot bor, bo'ldi, tamom. Hissiyot bor. Ha, o'sha hissiyot ham kimgadir ko'ngil berish degan narsa bor-ku. Sevamizki yashaymiz-da. To'ppa-to'g'ri. Sevgi faqat onaga bor. Bo'pti, birinchi muhabbat ismi nima edi man dangalchasi? Dilrabo. Nima bo'lgan Dilrabo bilan? U o'zini yo'lidan ketdi, men ham o'zim yo'limdan ketdim. Ya'ni karyer ikkalamiz ham. U o'qishni tanladi, men biznes tanladim. Necha yillik sevgi tugadi? 2 yil, 2,5 yillik. 2,5 yillik. Hozir o'zi ko'rayotgan bo'lsa nima gapingiz bor? Hech narsa demayman. Muhabbatga birinchi o'rinda ona arziydi dedingiz-ku. Aha. Oxirgi marta qo'ng'iroq qilmasa qashaq ko'rsiz aytdingiz. Onamga ko'p aytaman, lekin yana bir marta aytmoqchiman, shu fursatdan foydalanib. Fursatdan foydalanamiz. Telefon qilib aytamiz. Ham ularning ham javoblarini eshitamiz. Qanday nima derganlar sizga? Aha. Alo. Alo, assalomu alaykum, ona, yaxshimisiz? Ha, va alaykum assalom. Otangiz chiqib ketdi. Ona, sizda gapim bor edi. Ha, mayli. Sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Onagiram, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizmi? Milliy kanalda bunchalar zo'rsan ko'rganmisiz? Ha, ko'ryapman. Ana o'sha boshlovchisiman hozir o'g'lingiz bilan birga turibmiz. Voy, aylanib ketdi. Umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling. Bu Omadbek akam aytayaptilar, men o'zim aytolmayman, qachon uylantirar ekan bizni so'rab bering deydilar. Sizni devoshingizni yaxshi ko'raman-da. Bu bitta kelin ham topib qo'yibdilar variantga. Ha, qani endi mayda. Bo'ldi, tamom. Oldingizga boradilar, xudo xolasa. Qachon kirishani so'zni o'sha qo'limga ziyardim. Hayratday hozir. Nasib, xudo xolasa ona. Sog' bo'ling, onam umringiz uzoq bo'lsin. Men birinchi qadamni qo'yib berdim. Aha. Qani olib kelsin dedilar. Bu yoqqa yo'llanishlarsiz endi bilmayman. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyat ko'taruvchi ko'rsatuv negativ narsa yo'q. Shunchaki biz sizlarning kayfiyatinglarni ko'tarmoqchimiz. Ko'proq qizlarimizga mana shu kunlarda gul yoqyaptimi yoki pul yoqyaptimi? Albatta pul. Pul. Dugonangizning eng salbiy jihatlarini aytishingiz kerak bo'ladi. Ko'p boshqalar bilan ketib qolishi. Meni chopib. Bu yomon. Hop, yana ikkinchi salbiy jihatlari-chi. Aytaveraymi? Darsda ko'p qorni ochib qoladi. Endi siz ayting. Birin-ketin. Menga hamma jihati yoqadi. Salbiy tarafi yo'q. Eng ko'p takrorlaydigan so'zlari? Yo'q, aytmaymiz. Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? Sizni dugonangiz har kun takrorlaydigan so'zlari? Yo'q-a. Yo'q-a? Yo'q-e? Rostdanmi? Xo'p, mayli, endi sizlar bilan bitta o'yin o'ynaymiz, ya'ni ko'z jangi. Ko'zingizni yumasangiz bo'ldi, kulish yoki jiddiy turish shart emas, shunchaki ko'zinglar yumilib ketishi kerak emas. Agar kim mabodo ko'zini yumib yuborsa, o'sha inson bizga tez aytib beradi yoki she'r aytib beradi yoki qo'shiq aytib beradi. Uchtasidan bittasini bajarish kerak bo'ladi. Tayyorsizlar? Kamera sal yaqinroq kelsin. 1, 2, 3 boshladik. Dugonangiz sizga qanday she'r aytib berishlarini xohlaysiz yoki qanday qo'shiq kuylab berishlarini yoki qanday tez aytishlarini xohlayapsiz? Qaysi birini bajarsinlar? She'r ayta qolsin. Ayting. Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, eng yorug' yulduzdan seni so'rayman. U gul uyalib boshini egib, men uni har doim tushda ko'raman. Oydan da ko'raman.
Kundan-da go'zaldir, oydan-da go'zal. Shartingizni bajardilar, siz yutdingiz. Omon bo'ling, bunchalar zo'rsan deymiz. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Ela omon bo'linglar. Qarang opa, mendan anu deyishingiz kerak edi. Nima deyishim kerak edi? Ayting shu. Eng yaqin o'rtog'ingizga telefon qiling deyishingiz kerak edi. Chunki u narigi o'rtog'im bir marta Abbos bilan uchrashib qolganda menga telefon qilgan ekanda, tusha olmagan ekanda. O'shaning uchun bu narsani endi men qilishim kerak. Xafa o'shaning uchun. Yo'q, bo'ldi, xafa qilmaymiz ularni. Alo, Nozima. Hozir senga boya aytaman degan narsam bor edi-yu. Ha. Anu kecha ayam qishloqdan keldi-da, anu yangilik bor dedi. Nima yangilik? Seni uzatmoqchimiz. Uzatyapmiz dedi-da. Bugun qachon kimga tegayapsan? Xursandmisan bundan sen? Ha? Xafa emasmisan? Nimaga xafa bo'laman? Sevgilisiz xursand bo'laman-da. Men sizlar bilan xohlagan paytim ko'risha olmayman. Yig'lolmaymiz. Xursand bo'lasanmi? Ha, yerga tegsang yaxshi-da, to'yingga boraman. Ha, sizni dardingiz to'y, o'ynash, likkillash, a? Sen hammasini menga gapirib, yangilik degan gaping doim yolg'on bo'lib kelyapti. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Men ham qo'shilaman, mana eshitib turman yolg'onlarini. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Nozima, yaxshimisiz? Sezarkansiz dugoningiz yolg'on gapirishlarini. Ha, bilaman. Bo'pti, men ham yaxshi ko'raman. Charchamang, omon bo'ling. Bo'ldimi? Bo'ldi, ko'nglim joyiga tushdi. Ko'nglingiz joyiga tushdimi? Albatta. Hammasi yaxshi? Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Onajon keling. Ya keling, gapiramiz, qarang. Hop, mikrofon o'ching, tez o'ching. Kelishlar bilan onajonim men sizni yaxshi ko'raman deb quchoqlab o'pib qo'yasiz, tushundingizmi? Jiming, qani surpriz. Onajon, assalomu alaykum. Oxirgi marta qachon surpriz oluvdingiz? Har kuni surpriz olamiz biz. Har kuni? Hozir arzimasa ham, quruq bo'lsa bitta surpriz olasiz, maylimi? Mayli. Qani? Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. To'xtang, ona, turing oldimizga. Kayfiyatingiz qarang. Yaxshi. Nechinchi farzandingiz bular? Katta. Bulardan keyin nechta? 2ta. Bulardan keyingi ikkitasiga sabr tilaymiz bo'lmasa endi. Mana siz hozir nominatsiya qo'yib chiqasiz onam. 3 ta farzandingizga qaysi biriga tushar ekan? Yilning eng injiq farzand nominatsiyasiga kim g'olib? Shu mana bitta kattamiz. Bular. Eng ko'p pul ishlatadigan. Umi o'g'lim 2008-yildagi. Oho, o'g'lingiz hop. Yilning eng ko'p gapiradigan. Bu. Kattasi. Yerga berdingizmi bularni? Ha, ikkita qiz turmushga berganmiz. Tutulibsiz demak. Ko'rdingizmi mana, onani joniga tegsa, vaqtli yerga berib yuborishadi deyishadi mana. Mana bor gapda. Mana savolda ona, biz farzandlardan sizlar onalarga misol uchun bitta dona mana shirin so'zimizga nimaga kayfiyatingiz ko'tarilib ketadi, biz sovg'a bermasak, uy boshida bermasak misol uchun. Oddiy mana, men yaxshi ko'rgan gapingizga quvondingiz hozir. Nimaga sizlar shunaqasilar? Endi yaxshi yursa, tinch yursa shunga quvonamiz-da bizlar. Siz farzandingiz bilan faxrlanasiz? Faxrlanaman. Молодцы, yaxshi. Mana birinchi marta nima ovqat qilib berasiz uydagilarga eslang. Necha yosh edingiz? Qo'yma qilmaganman. Qanaqa yerga berdingiz? Shu qanaqa turmush qurganda qanaqa ovqat qilishini bilmagandim, shu mana o'rganib ham ketdi. O'rganib ketdingiz. Mana bu xonadonga, yangi xonadonga borganingizda nima ovqat qildingiz birinchi marta? Osh qilganman birinchi safar. Osh. Kimdir yedimi uni? Ha, o'xshagan zo'r chiqay. Qaysi больницada yotibdi ular? Xudolar uyda. Davolanibdi. Uyda davolangan. Pretenziya yo'qmi? Yo'q, pretenziya yo'q. Ko'z tegmasin mana. Tarbiya demak go'zalni berasiz. Milliydami aksiyasidan xabaringlar bormi? Hali milliyda ketayotgan. Eshitdingizmi? Ha, bor. Ya'ni o'sha QR kod orqali skanerdan Telegram ro'yxatga o'tsangiz, qimmatbaho sovg'alarga erishim imkoniyatingiz bor. Sizni ko'rib o'tiraman har doim. Ko'rasizmi? Demak, ro'yxatda o'tib qatnashasiz. Ha, xudo xohlasa. Onajonga nima sovg'a beramiz, xudo xohlasa? Eng yaxshisini olib beraman. Bunchalar zo'rsan, bu ko'rsatuvdan sizga esdalik sovg'asi, marhamat. Sog' bo'linglar. Azizlar, Abbos kutib turibman qachon kelishlarini. Endi kutishga majburmiz. Kelsalar xayrlashamiz. Keldim, ja kutib qolgan bo'lsangiz. Qandaysiz? Yaxshi, rahmat, siz yaxshimisiz? Qo'lingizga nima oldingiz? Shunchaki gul, chiroyli ekan. Bu kichkina gul sizga yarashmayapti, Farina. Boya ko'rsatuvimiz boshlatdik, bu ochilib chiroyli bo'lib qolibsiz dedim-ku. Ya'ni boya bunday o'ylab qarasam, bitta momo qaldiroq kichkina gul berdim. Shu Oliyjanob ishq. nima deydi? Menga chidab kelayotganingiz uchun deydi. Marhamat, oling. Rahmat. Shu sizga. Pulini to'lab ketishim kerak-a? Ya. Yo, to'lab ketishim kerak-edi, to'g'ri? So'nggi tugunga joyga qo'yib ketsangiz bo'ldi. Yo, olib beraymi? Yo, mana qarang. Olib bersam, uyga olib ketasizmi? Yo'q. Men oling. Oling mana. Mana, azizlar mana. Yog'ini isboti bilan ko'rasizlar. Men akalarga pulni beraman. Ketdi, va'da.
Men do'stonasiga mendan sizga sovg'a. Rahmat, Bugungi kun uchun. rahmat. Bo'ladimi? Rahmat Abbos. Bo'ldi mana. Lekin mana kameradan tashqari keyin berib ketish yo'q. Ketdimi? Bo'ldi mana, izla mana. Men bu yerda gulab beraman. Qimmatli bugunlar Yo'q, kerak emas. Menga shart emas, Yo'q. to'g'risi unchalik xush Yo'q, bu ko'rmayman. uyga borib qo'yib qo'yasiz. Hurmatli yurtdoshlar, ertagacha o'zinglar asringlar sog' salomat bo'linglar. Xayrlashganimizda kamera o'chirmaysiz, men pulni ham to'layman. Qani marhamat, xayrlash. Rahmat. Men o'ylayman, jentlmenman. Voy xo'p, oliy janob yigit, rahmat sizga kattakon sog' salomat bo'ling. Olijanob ish deya o'xshaysiz. Marhamat. Azizlar, agar bu ko'rsatuvimiz sizga yoqqan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Aha. Ayollarimiz, qizlarimiz har doim mana shu gul kabi ochilib yurishsin. Erkaklarimizni ham, yigitlarimizni ham kayfiyati zo'r bo'lsin. Asosiysi bunchalar zo'rsan ko'rsatuvidan uzoqlashmang. Albatta, bir dona gul bilan, misol uchun o'zingizning do'stinglar bo'lishi mumkin, singlingilar bo'lishi mumkin, onajoninglar xursand qilsanglar bo'ladi. Qalollarini balki. Albatta. 1 2 3 bunchalar zo'rsan. Bunchalar zo'rsan. Sog' bo'ling. Yuring Baxti aka. 98 60. Bir marta. Hayotda bir marta menga gul olib berdilar. Xursand bo'ldim lekin. Chunki kutmagandim Abbosdan. Ey jonim. Bo'ldi. Bekzod aka bo'ldi, yerda boshqalarmay. Az ko'p gapirib boraman. Yo, mana chek, mana. Tashladim.